Dasturimizda davom etamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Jonli efir suhbatdan musiqiy dam olish dasturi. Biz yuqorida aytgan inson, anons sifatida aytib o'tgan inson tashrif buyurdilar. Men yuqorida ham aytib o'tdim. Mana hozir Farruh Zokirov Yalla guruhi ijrosida juda mashhur bo'lgan qo'shiq. Bu hamma xonadonda yangraydi. Bugun ham bir nechta xonadonlarda yangrab, aziz yoshlarni baxtli bo'lishida hissasini qo'shadigan bir to'ylar muborakda bir yangicha talqini va bir madhiyasi bo'lib ketdi. Madhiyasi bo'lib ulgurgan, ulgurgan haqiqatan. Dasturimiz davom etadi. Javob qo'shishdan birgalikda bahramand bo'ldik va o'tgan yilgi dasturlarimizda ham aytib o'tgandik. Ayni mana shu ko'pgina madaniyat va san'at xodimlari bayram munosabati bilan taqdirlanish jarayonida Yalla guruhi vakili Farruh Zokirov ham aynan 80 yillik yubileylarni aynan o'sha yerni o'zida chiroyli tarzda o'tkazildi. Bu haqida ham birozdan keyin batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Lekin alohida bir mavzu, biz yuqorida ham anons sifatida aytib o'tdik bu haqida. Viloyatimizda taqdirlanganlar, e'tirof etilganlar orasida ko'p yillardan beri ayni sohada ijod qilib kelayotgan, xalqimiz olqishiga sazovor bo'lgan, mehrini qozongan insonlar orasida Tolibjon aka Dehqonov ham aynan madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Eng yaxshi xabarlardan biri bo'ldi deya ayta olamiz va shunaqa ichimizga sig'magan quvonch bilan bugun studiyamizga Tolibjon akani shaxsan taklif etdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Tabriklaymiz. O'tgan bayramlar bilan, ko'krak nishonlari bilan tabriklaymiz. Xursand bo'ldik. Ochiqni aytganda, qaysidir bir inson agar bir yaxshi natijaga erishadigan bo'lsa, bu insonni atrofdagi insonlar ikki karra xursandmi, demak bu inson ham shaxsiyatda ham yaxshi inson hisoblanadi. Faxrlanish bo'ladi-da, tuyg'usi his qilamiz bu narsani. Nimaga? Chunki siz begona emassiz, shu Jizzaximizda ijod qilib kelyapsiz, poytaxtda ham ijod qilgansiz, ko'plab mana hozir ham ijoddan to'xtamasdan o'sha xalqimizga yaxshi qo'shiqlarni taqdim etyapsiz. Sizda alohida eshituvchi muxlislaringiz bor-da. O'shaligi san'at olamida, Jizzax san'at olamida qaysidir xonandalarni qo'yib sizni qo'ysa, sizga ajralib qoladi, o'zi bir taraf bo'ladi. Bir taraf bo'lishadi, chunki menga ham yoqadigan tomoni o'sha biz eshitib katta bo'lgan, qalbimizga singib ketgan qo'shiqlarni o'zingiz yaxshi ko'rib ijro etasiz. Hattoki repertuarlaringiz orasida mana 80 yoshni qarshi olib, hozir ham ijodda qaynayotgan o'sha ustoz san'atkor Farruh Zokirovning repertuarlari ham bor. Mana bu yil 80 yoshi qolaversa taqdirlandi, ularning nomiga musiqa maktabi nomi berildi. Avvalambor qalay bo'ldi bu ko'krak nishonni qabul qilganingizda, bu haqda ma'lumotga ega bo'lganingizda quvonch qanchalar bo'ldi? Lekin arziydi. Arziysiz bunga. To'g'rirog'ini aytadigan bo'lsak. O'zingizdan eshitaylik qolganini. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Endi bu kutilmaganda bo'ldi. Kutmagan edik, o'sha kuni taklif qilib qolishdi, vazirlikdan telefon bo'lib, iloji boricha tezroq yetib borishga harakat qildik. Boyaga taqdimot marosimlariga, undan keyin bir piyola choy ustida o'tirish bo'ldi, konsert, juda ham ko'p san'atkorlar, xalq artistlari xizmat ko'rsatgan ko'pchilik san'atkorlar chiqishlari bo'ldi. Shu yaxshi taassurotlar bilan qaytib keldik. Juda ham yaxshi oila a'zolar, hamma qarindosh qadrdonlar, ayniqsa muxlislaringiz juda ham xursand bo'lsa kerak. Salomat bo'ling. Ko'z tegmasin. Endi shuni alohida aytib o'tish kerak. Men bola paytimda ko'p paytlari hovlilarda to'ylar bo'lardi. Bizni mahallamizda Tolib Dehqonovga juda ham qattiq muxlis edi va sizni niyat qilishardi. Bu paytlari guruhning nomi ham bor edi. Bu payt Sezam guruhi. Nima degani Sezam guruhi? Nima uchun Sezam bo'lgan? Endi bizda yosh davrimizda o'sha mahallamizda Sezam degan bir nimamiz bo'ladi, restoranimiz bor edi. Ha, shu nomiga qo'yilgan. Shuni nomiga qo'yilgan. Voy, Sezam guruhi bugun Tolibjon Dehqonov xizmatingizda desa, hamma butun ishini yig'ishtirib men ko'rganman shuni. Sezam degani bu menimcha shu turk tilidan olingan bo'lib, shu baland cho'qqidagi qush misolini keltirish mumkin. Mana bu ta'rif zo'r bo'lyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi ijodda nima yangiliklar bo'lyapti hozir ayni paytda? Ijodda yangi qo'shiqlar. Yangi qo'shiqlar, izlanish. Xudo xolasa yaqin kunlarda yana yangi qo'shiqlarimiz tayyorlanish nimasida jarayonida. O'zi Tolib akam bor-ku, hayotda gapdon inson. Nimagadir ozgina hayajon bo'lyapti Tolib aka. O'zi unchalik ko'p emasmi? Efirlarda ko'p gapirmagan. Ko'krak nishonni mas'uliyati ham bosyapti. Yo'q, bu mas'uliyati ham bosyapti-da. Nima desam ekan bu haqida deyaptilar-da. Keling, mana sizga bitta yaxshi mavzu. Menimcha siz qaysidir ma'noda shu pinhona o'zingizni shu ustoz deb bilgan inson Farruh Zokirov haqida. Shunday.
qo'shiqlarni yaxshi ko'rgansiz, undan keyin Rashid Xoliqovning qo'shiqlarini ko'p ijro etasiz va hozir ham borda, mana shu kelibdi qo'shiqlari mana hozir ijro etildi, sizda ham borda. Keling, mana shu inson haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Keyin agar mumkin bo'lsa, sizdan mana shu ustoz san'atkorni repertuarlaridan bitta qo'shig'im aytsak yaxshi bo'lardi. Menimcha tomoshabinlarim kutyapti. Shu qo'shiqqa o'tib qo'ya qolsak-chi. Yo'q, qisqacha ustoz haqida gapirmaysizmi qisqacha? Endi ustoz Yalla ansambli 72-yilda tashkil etgan bo'lsa, 55 yil bo'libdi. Bu narsa o'zi bo'lmaydi. Shu davrgacha yana bitta nom ostida ijod qilish. Yana 80 yoshlarga 80 yosh yubiley nimalari nishonlandi. Kecha o'sha taqdimotda ham shu Farruh Zokirov alohida o'zi ko'rinib turibdi. Yosh yigitlarday sahnaga yugurib chiqib 80 yosh demaydi. 80 yosh deb hech kim aytmaydi. Endi umrlari uzoq bo'lsin. Ijodi hech qachon to'xtamasin. Salomat qolsa 100 yillik shu yubiley anaqalarda ham shu safimizda yursin. To'g'ri aytgan ekansiz, boya qo'shiq aytganingiz yaxshi ekan. Shu hayajon juda kuchli Tolib aka. Men o'zim muxlisimanda, lekin niyat qilganman, nasib etsa, endi hammada ham orzu bo'ladi-yu, to'ylar mana bizga o'xshagan, menga o'xshagan ko'pchilik mana havas qilyapti. Yaxshi kunlar bo'lsa, albatta aytaman, bu niyatlar bor. Lekin shunaqa narsa ham borki, doimo qo'li ko'ksida xizmatda turgan insonlardan bittasi. Tolib aka deb chiroyli qo'shiq. Farruh Zokirov repertuaridami? Nomi nima edi? Kulgularingdan. Ajoyib. Marhamat. Ajoyib qo'shiq bu, juda ham chiroyli tarona. Marhamat. Sizni sahnaga taklif etamiz. Tolibjon aka. Yoningizda qo'llab-quvvatlab turaman men. Marhamat. Seni ko'zimni yumsam tush ko'rsam seni netay axir xush ko'rsam seni ko'zimni yumsam tush ko'rsam seni otashlarga tashlama meni bir bo'lsa bir kulgularingdan bir bo'lsa bir kulgularingdan netay axir xush ko'rsam seni ko'zimni yumsam tush ko'rsam seni netay axir xush ko'rsam seni ko'zimni yumsam tush ko'rsam seni otashlarga tashlama meni bir bo'lsa bir kulgularingdan bir bo'lsa bir kulgularingdan qoshlaringda kamon yoy ko'rdim yonog'ingda yonar oy ko'rdim men o'zimni bir gadoy ko'rdim bir bo'lsa bir kulgularingdan bir bo'lsa bir kulgularingdan uzilganda ko'zga yaproqlar bo'zlab qolar bandi dudoqlar qaylardasan jonim so'roqlar bir bo'lsa bir kulgularingdan bir bo'lsa bir kulgularingdan kuzgi yaproqlar bo'zlab qolar bandi dudoqlar qaylardasan jonim so'roqlar bir bo'lsa bir kulgularingdan bir bo'lsa bir kulgularingdan
oyning baxti tun qarolig'i, oshiqlik bu dil yarolig'i. Oyning baxti tun qarolig'i, oshiqlik bu dil yarolig'i. Bo'lsa hamki gar xatolig'i, bir bo'lsa bir kulgularingdan, bir bo'lsa bir kulgularingdan, bir bo'lsa bir kulgularingdan. Salomat bo'ling Afarin Tolibjon aka, sog' bo'ling. Haqiqatdan shu ovozlari ham shu tushadi-da, shunga Ovozlari masalan. ham, ha, ovozlari ham juda ham yoqimli va bilasizmi, shunaqa ovozlar bo'ladi, o'zi yo'nalishi bilan. Albatta, Yo'nalishi o'zi shundoqqina to'g'ri keladi-da. O'sha san'atkorni o'zi tanlanib qolganda ham kerak bo'lsa bilmay qoladi-da. Shu yo'nalish. Endi bitta narsani aytib o'tishim kerak. Tolibbekxon muxlislari buni bilishadi, ularga aytib o'tirmayman. Bilmagan insonlar bo'lishi mumkin. Shu ustozoda san'atkor hisoblanadi. Keling, shu oilangiz, padari buzrukvoringiz juda katta hofiz bo'lganlar, Yoqush aka. To'g'ri aytyapmanmi hozir? Yoqush aka Dehqon juda katta hofiz bo'lganlar. Bizni hozirgi bu yerda mana shu Jizzax viloyatida istiqomat qilayotgan ustoz san'atkorlar hammalari bu insonni dadalarini, ya'ni Yoqush otani, ustozni ustoz deb biladilar-da. U insonni san'atlari shu darajada bir Tolib akamdek bir talash bo'lganda, to'g'risida shu insonni bo'sh kuniga qarab kerak bo'lsa bir tadbir nishonlashga harakat qilishgan. Men buni o'zim ham eshitganman. Mana bu yerda qanchadan qancha ustoz san'atkorlarning o'zlari aytishgan, ruhlari shod bo'lsin. Keling, shu oilangiz asli o'sha san'atkorlar oilasi, sizni qiziqishingizga ham sababchilar aslida mana shu padari buzrukvoringiz. Endi olganda oilamiz san'atkorlar oilasi. San'atkorlar oilasi. Ha. Bitta o'zim o'zim aytgim kelyapti. O'zi Siz aytib qo'yasiz. Davr guruhini yana bir solist hisoblangan Rustam Dehqonov ham aynan ukalari bo'ladi. Shunaqa. Marhamat. Endi rahmatli otam ham qo'shiq aytgan, o'zi kasbi buxgalter bo'lsa ham ancha yillar, uzoq yillar qo'shiq yurgan. Onam ham qo'shiqchi bo'lgan. Endi qo'shiqchi bo'lmagan, o'zi ses xodimasi bo'lib ishlagan, lekin qo'shiq aytardilar. San'atga doir insonlar bo'lish kerak ekanda deyapti. Ukam, ukalarim, opam, singlilarim hammasi qo'shiq aytishadi. Hozirgacha ham oilaviy. Uyingizda bir yig'in bo'lsa, bayram konsert o'tib ketar ekan. Hamma qo'shiq aytadi. Tolibjon aka, davom eting. Farzandlarimiz ham hozir mana shu san'at yo'nalishida ikkinchi o'g'il, kichkina o'g'lim bu ham shu muzika bastakor, aranjirovka bilan shunaqa nima bilan shug'ullanadi. San'atkorlarning ovozini yozadi, aranjirovka qilishadi. Studiyalari bor. Studiyalari bor Toshkentda. Bo'ldi. Demak, biron bir qo'shiqni ovoz yozish studiyasida yoki aranjirovka masalasida sizga oson ekan anchagina. Ukalaringiz ham hatto. Ukalarim ham bor. Bilamiz ularni, o'sha Mansur aka, shu ukalaringiz bor, qadrdonlaringiz bor. Bularni hammasini yaxshi taniymiz. Sog' salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Endi rejalar qanday endi? Har holda siz endi bitta san'at sohasida emas, boshqa sohada ham faoliyatlarni olib boryapsiz, mana ko'z tegmasin endi. Bu nafaqat sizga, qarindoshlarga, butun siz istiqomat qilayotgan mahallani ham bir yutug'i desak mubolag'a bo'lmaydi. Ular endi so'zsiz faxrlanishyapti. Shu 4 yildan beri shu mahallada, o'zim yashab turgan mahallada raislik qilib faoliyat olib boryapman. Endi sal qiyinroq bo'lsa ham, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilib shu mahallamizni ko'r nimasi uchun, muammolarni hal qilish uchun. Jizzax shahrimizda eng namunali mahallalardan Sanzor mahalla fuqarolaridan. Salomat bo'ling. Ijodingiz yana ham yuksalsin. Bundan ham katta yutuqlar bor-a? O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti unvonlari sizga nasib etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Ayni vaqtda sizni Tolibjon aka juda ham ko'plab yaqin insonlaringiz, siz bilan bir safda ijod qilgan insonlar, ustozlar, ota-onangiz, oila a'zolari, farzandlar kuzatib turishibdi. Biz endi bar ijodkorlar tashrif qilishganda, ayniqsa siz kabi sevimli ijodkorlarimiz tashrif qilishganda ularni ko'proq gapga tortmasdan, endi muxlislarimizni ham talabi ko'proq qo'shiqlardan tinglashga harakat qilamiz. Shu qo'shiqqa navbat berishdan oldin yaxshi bir tabriklar bo'lsa, yaxshi bir dilizhorlar bo'lsa, tashakkurlaringiz bo'lsa, yo'llab qo'yishingiz mumkin ekran orqali. Albatta, yaqinda mana madaniyat va san'at xodimlari kuni bilan shu shahrimizdagi barcha ustozlarimizni, shogirdlarimizni,
tengqurlarimizni shu san'at yo'lida teatr xodimlarini barchani bayram bilan tabriklayman. Ijod qilishdan to'xtashmasin. Hamisha ijod qilishda charchashmasin. Ajoyib. Yana bir bor bayram bilan tabriklayman barchani. Salomat bo'ling. Ayni vaqtda hozir sizni tomosha qilib turganlar orasida yosh, hali endi san'atga kirib kelganlar borda, hali qaynab turishgan vaqtlari. Qaysi xatoliklarni qilishmasni, ko'proq nimalarga e'tibor qaratishsin, yaxshi bir natijaga erishish uchun qisqa tavsiya berib o'ting, chunki shaxsan tajribali inson sifatida, ustoz sifatida sizning tavsiyalaringiz juda ham muhim ular uchun. Ijod qilishdan to'xtashmasin. Shu yaxshi she'rlarga qo'shiqlar bastalab, shu radio, televideniya, ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislar ortishga harakat qilish kerak. Eshituvchilar ko'p bo'lsa, eng qizig'i buzmasdan chiroyli qilib ijro etib, ustozga murojaat qilsa yaxshi bo'ladi. Ustoz ko'rgan shogird baribir boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Salomat bo'ling. Endi qo'shiq yana bitta eshitaylik endi Tolibga. Endi bir Jizzaximiz haqida bir qo'shiqimiz bor edi. Shu Jizzaxlik shoiramiz Shahlo Ahrorova so'zlar bilan aytiladi. Jizzaxim taronasi. Jizzaxim Kim bastalagan? Buni endi o'rtog'imiz birga nima qilgan, Rinat Abubakirov. Rinat aka. Shahlo Ahrorova so'zlari bilan. Juda ham yaxshi. Shuni aytib o'tmoqchiman. Hozir Tolib aka ham chiroyli qo'shiqlardan keyin esa bizda esa yangiliklar sahifasi bo'ladi. Texnologiya olamiga oid bo'lgan ma'lumotlarni birgalikda tomosha qilamiz. Qo'shiqdan keyin hozir bizda esa mehmonimiz ajoyib inson, ajoyib qo'shiqchi, ustozodi, san'atkor, yaqindagina bayram munosabati bilan madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi bo'lgan Tolib Dehqonovdan chiroyli qo'shiq eshitamiz. Jizzaximizni tarannum etuvchi tarona. Marhamat Tolibjon aka. Qadimlardan tinmas dostonim, haqdan nazar tushgan go'zal bo'stonim, alpomislar yurti nurli makonim. Assalom ey shahrim, go'zal Jizzaxim, assalom ona yurt O'zbekistonim. Kuzda dalam deya jonim qalaysan, tunlar beshik uchgan ko'kda yulduzlarga oshno malaksan. Assalom ey shahrim, go'zal Jizzaxim, assalom ona yurt O'zbekistonim. Assalom ey shahrim, go'zal Jizzaxim, assalom ona yurt O'zbekistonim. Shahrim, go'zal Jizzaxim, assalom ona yurt O'zbekistonim. Assalom ey shahrim, go'zal Jizzaxim, assalom ona yurt O'zbekistonim. Kuzda dalam deya jonim qalaysan, tunlar beshik uchgan oliy tilaksan, ko'kda yulduzlarga oshno malaksan. Assalom ey shahrim, go'zal Jizzaxim, assalom ona yurt O'zbekistonim. Assalom ey shahrim, go'zal Jizzaxim, assalom ona yurt O'zbekistonim. Assalom ey shahrim, go'zal Jizzaxim, assalom ona yurt O'zbekistonim.